Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda muhim mavzuga bag'ishlanadi. Agar siz Sovet Ittifoqi davrida ishlagan bo'lsangiz, ya'ni 1991 yilgacha stajga ega bo'lsangiz, unda sizning nafaqangizni oshirish imkoniyati mavjud. Ko'pchilik bu imkoniyat haqida bilmaydi yoki unga yetarlicha e'tibor bermaydi. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, ayniqsa 1991 yilgacha mehnat faoliyatini boshlaganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Sizning nafaqangiz bugungi kunda siz haqli bo'lgan miqdordan ancha kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Toki kelajakda bunday muhim yangiliklarni o'tkazib yubormasligingiz uchun. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo nafaqa tizimining o'tmishi va hozirgi holatiga bir nazar tashlaylik. Sovet Ittifoqi davrida nafaqalar butunlay boshqacha prinsip asosida hisoblanardi. O'sha paytda ish stajining uzluksizligi va maosh miqdori juda katta ahamiyatga ega edi. Ko'pchilik uchun nafaqa hisoblashda eng yuqori daromadli 5 yillik ish haqi inobatga olinardi. Biroq 1990 yildan keyin mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, nafaqa tizimida tub o'zgarishlar yuz berdi. Eski tizim yangisiga almashtirildi. Bu jarayonda ko'plab qiyinchiliklar va tushunmovchiliklar yuzaga keldi. Sovet davridagi ish haqlari va staj yangi tizimga o'tkazilayotganda maxsus koeffitsiyentlar orqali qayta hisoblandi. Bu koeffitsiyentlar esa o'sha paytdagi inflyatsiya va iqtisodiy o'zgarishlarni hisobga olishi kerak edi. Lekin ko'p hollarda bu qayta hisoblash jarayoni to'liq yoki adolatli tarzda amalga oshirilmagan. Natijada ko'plab pensionerlar, ayniqsa 1990 yilgacha uzoq muddat ishlaganlar, o'z staji va daromadlariga mos kelmaydigan pastroq nafaqa olishmoqda. Muammo shundaki, o'sha paytdagi ish haqi miqdorlari bugungi inflyatsiya sharoitida o'z qiymatini yo'qotgan. Davlat bu masalani e'tibordan chetda qoldirmadi va vaqti bilan nafaqa qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritdi. Ammo bu o'zgarishlar haqida hammaga ham to'liq ma'lumot yetib bormaydi hozirgi kunda. 1991 yilgacha bo'lgan ish stajini qayta ko'rib chiqish va o'sha davrdagi ish haqlarini zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda to'g'ri koeffitsiyentlar bilan hisoblash imkoniyati mavjud. Bu nafaqangizni oshirish uchun ayni muddao hisoblanadi. Aslida ko'pchilik nafaqa hisob kitoblarida 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqi juda past koeffitsiyentlar bilan qo'llaniladi. Bu esa umumiy nafaqa miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Sizning vazifangiz esa bu holatni to'g'rilashdir. Asosiy qism 1. Nima bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, ushbu jarayonning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Avvalo, siz shuni bilishingiz kerakki, nafaqa hisoblashda eng muhim narsa bu sizning 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqingizning to'g'ri koeffitsiyenti bilan hisoblanishi. Ko'pincha pensiya jamg'armasi xodimlari barcha imkoniyatlarni o'rganib chiqmasdan shunchaki standart koeffitsiyentlarni qo'llashadi. Bu esa sizning haqqingizni to'liq berilmasligiga olib keladi. Sizning vazifangiz bu koeffitsiyentlarni qayta ko'rib chiqishni talab qilishdir. Kimlar xavotir olishi kerak biri? Asterisk 1990 yilgacha uzoq muddat ishlaganlar. Agar siz 1990 yilgacha 10 yildan ortiq muddat ishlagan bo'lsangiz, o'zga ayniqsa tegishli. Masalan, 1970 yillardan boshlab yoki 1980 yillar boshidan beri ishlagan shaxslarning nafaqalari eng ko'p noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Ish haqi miqdorlari yuqori bo'lgan davrlar yoki kasblarda ishlaganlar uchun bu ayniqsa muhimdir. 2 asr uzoq ish stajiga ega bo'lsa ham nisbatan past nafaqa oladiganlar. Agar sizning umumiy ish stajingiz katta bo'lsa-da, masalan, o'tib dartmaga yil, ammo nafaqangiz juda past, masalan, minimal nafaqa atrofida bo'lsa, demak sizning 1991 yilgacha bo'lgan stajingiz va ish haqingiz to'g'ri hisoblanmagan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Bu shuni anglatadiki, sizning Sovet davridagi daromadlaringiz yangi tizimga o'tkazilganda juda past baholangan. Asli 1991 yilgacha bo'lgan daromadlari hech qachon to'g'ri indeksatsiyalanmaganlar. Asli ba'zi pensionerlarning nafaqa hisob kitoblari eski qonunchilik asosida qolgan bo'lishi mumkin. Qonunlarga kiritilgan o'zgarishlar va indeksatsiyalar avtomatik tarzda barcha tatbiq etilavermaydi. Ba'zida buning uchun alohida ariza bilan murojaat qilish kerak. 4. Pensiya hisob kitob hujjatlarida 1990 yilgacha bo'lgan davrga oid tafsilotlar kam bo'lganlar.
Ashturis, agar sizning nafaqa hujjatlaringizni ko'rib chiqsangiz va unda sovet davridagi ish haqi miqdorlari yoki staj haqida juda kam ma'lumotlar bo'lsa yoki ularning asosida hisoblangan koeffitsiyentlar juda past bo'lsa, bu ham xavotirga sabab bo'lishi kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Biling, Ashturis 1990 yillarning o'rtalarida yoki undan keyin ish faoliyatini boshlaganlar. Ashturis, agar sizning asosiy ish stajingiz mustaqillik davriga to'g'ri kelsa, sizga 1991 yilgacha bo'lgan stajni qayta hisoblash unchalik ta'sir qilmaydi. Chunki sizda bu davrda ish staji juda kam yoki umuman yo'q. Yo'q. Nafaqalar allaqachon bir necha bor to'liq qayta hisoblanganlar. Agar siz ilgari bir necha marta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nafaqangizni to'liq qayta hisoblatgan bo'lsangiz va sizning barcha hujjatlaringiz sinchkovlik bilan o'rganilgan bo'lsa, ehtimol sizning nafaqangiz to'g'ri hisoblangan. Ammo baribir yana bir bor tekshirish zarar qilmaydi. 3. Asterisk 1990 yilgacha bo'lgan ish staji juda qisqa bo'lganlar. Agar siz 1990 yilgacha faqat 1-2 yil ishlagan bo'lsangiz va bu davr sizning umumiy stajingizning kichik bir qismini tashkil qilsa, qayta hisoblashdan kutilayotgan foyda katta bo'lmasligi mumkin. Keling, buni real hayotiy misollar bilan ko'rib chiqaylik. Misol 2, Ahmad Boboning vaziyati. Ahmad Bobo 1998 yilda tug'ilgan. U 1907 yildan boshlab 1995 yilgacha Samarqanddagi paxta tozalash zavodida mexanik bo'lib ishlagan. Uning umumiy ish staji 25 yil. Hozir u x6 million so'm nafaqa oladi. Uning 1907 yildan 1931 yilgacha bo'lgan staji 21 yilni tashkil etadi. Bu davrda u nisbatan yuqori maosh olgan. Ammo pensiya jamg'armasi uning nafaqasini hisoblashda 1991 yildan keyingi davrdagi maoshlarini asos qilib olgan yoki 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi maoshlariga nisbatan juda past koeffitsient qo'llagan. Ahmad Bobo o'zining mehnat daftarchasini va zavoddan olgan ish haqi ma'lumotnomalarini qayta tekshirib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida, uning 1995-1990 yillardagi eng yuqori daromadli 5 yillik ish haqi o'sha paytda o'yiga 2300 rubl, yangi yanada adolatli koeffitsiyentlar bilan hisoblab chiqildi. Natijada uning nafaqasi ilk 6 million so'mdan 1 million so'mga oshirildi. Ko'rib turganingizdek farq sezilarli 500 ming so'm. Bu Ahmad Boboning oilasiga katta yordam bo'ldi. Misol 2, Dilfuza xolaning holati. Dilfuza xola 1955 yilda tug'ilgan. U 1975 yildan 1990 yilgacha Jizzax viloyatidagi qishloq maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning 1990 yildan keyingi staji ham bor. Jami 35 yillik ish staji bilan nafaqaga chiqqan. Ammo u oladigan nafaqa 4 million so'mdan oshmaydi. Dilfuza xolaning vaziyatida muammo shundaki, uning pensiyasi hisoblanayotganda 1975-1990 yillardagi o'qituvchilik maoshi o'sha paytda 120-120 rubl o'ta past koeffitsient bilan indeksatsiyalanib, bugungi kundagi qadrsizlangan miqdorga aylangan. U eski ish joyidan, maktab arxivlaridan o'zining barcha oylik maosh ma'lumotnomalarini topib, pensiya jamg'armasiga taqdim etganida, mutaxassislar uning eng daromadli 5 yillik maoshini, masalan 1980-1905 yillar qayta ko'rib chiqdilar va mavjud bo'lgan eng yuqori koeffitsiyentlarni qo'lladilar. Natijada Dilfuza xolaning nafaqasi 2,4 million so'mdan bega 5 million so'mga ko'tarildi. Bu durada erining so'mlik o'sish uning do'rlariga va kundalik ehtiyojlariga katta yordam berdi. Misol 3, Rustam akaning murakkab ahvoli. Rustam aka 1900 yilda tug'ilgan. U 1985 yildan 1997 yilgacha Namangandagi yirik kolxozlardan birida agronom bo'lib ishlagan. Biroq kolxoz mustaqillikdan keyin tugatilgan va uning arxivlari yo'qolgan. Rustam akaning mehnat daftarchasida faqat ishlagan davri ko'rsatilgan, lekin ish haqi miqdori to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Uning hozirgi nafaqasi 3 million so'm. Bu yerda vaziyat ancha murakkab. Chunki ish haqi ma'lumotnomalarini olishning iloji yo'q. Biroq Rustam aka o'zining kasaba uyushmasi hujjatlari va guvohlarning ko'rsatmalari orqali bu haqida keyinroq gaplashamiz. O'sha davrdagi o'rtacha ish haqi miqdorini isbotlashga harakat qildi. Natijada pensiya jamg'armasi uning ish haqi miqdorini hududdagi shu kasbdagi o'rtacha ish haqiga tenglashtirib hisobladi. Agar u o'rtacha birlik tak uchun 200 rubl olganini tasdiqlay olganida, uning nafaqasi ilk 3 million so'mdan 65 million so'mga ko'tarilishi mumkin edi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto hujjatlar bo'lmaganda ham harakat qilish kerak. Asosiy qism 2 istisnolar
qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, nafaqa hisoblashda ham istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Istisnolar beka. Ayrim kasblar va maxsus sharoitlar, harbiylar, huquq tartibot organlari xodimlari, tokkon sanoatida ishlaganlar. Zararli sharoitlarda mehnat qilganlar kabi ayrim kasb egalari uchun nafaqa hisoblashning o'ziga xos qoidalari mavjud. Ularning staji va daromadlari boshqa koeffitsiyentlar yoki maxsus imtiyozlar bilan hisoblanishi mumkin. Agar siz shunday kasblarda ishlagan bo'lsangiz, o'z sohangizdagi nafaqa qonunchiligini alohida o'rganishingiz yoki pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritishingiz shart. Ba'zida hatto 1 yillik maxsus staj ham umumiy nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. 2. Sovet davridagi faxriy unvonlar va mukofotlar. Astish mehnat faxrisi kabi unvonlar yoki hukumat mukofotlari ba'zi hollarda nafaqaga qo'shimcha imtiyozlar berishi mumkin. Bu imtiyozlar har doim ham avtomatik tarzda hisobga olinmaydi. Shuning uchun bu haqida ham so'rab tekshirib olishingiz kerak. Oilaviy sharoitlar va nogironlik. Agar siz boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz yoki o'zingiz nogiron bo'lsangiz, nafaqa hisoblashda qo'shimcha yengilliklar va koeffitsiyentlar qo'llanishi mumkin. Bu holatlarda ham 1997 yilgacha bo'lgan staj va daromadlar alohida ahamiyat kasb etadi. Qaltis nuqtalar va pitfallar 1. Arxivlarning yo'qolishi yoki yo'q qilinishi. Bu eng keng tarqalgan va og'riqli muammolardan biri. Ko'plab korxonalar, kolxoz va sovxozlar mustaqillik yillarida tugatilgan. Ularning arxivlari tartibsiz holda qolgan yoki umuman yo'q qilingan. Agar sizning ish joyingiz tugatilgan bo'lsa va ish haqi ma'lumotnomalaringizni topish imkoni bo'lmasa, nima qilish kerak? Astish guvohliklar bunday holatda. Siz bilan birga ishlagan kamida 2 kishining yozma guvohligini taqdim etishingiz mumkin. Bu guvohlar siz bilan birga o'sha davrda ishlagan bo'lishi va sizning ish haqingiz taxminan qancha bo'lganini tasdiqlay olishi kerak. Guvohliklar notarial tartibda tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Sudga murojaat. Guvohliklar ham yetarli bo'lmagan taqdirda siz sudga murojaat qilib, o'sha davrdagi ish stajingizni va taxminiy daromadingizni tasdiqlashingiz mumkin. Sudga da'vo arizasi berish uchun yuridik yordamchi yoki advokat bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. O'sha davrdagi o'rtacha ish haqi. Agar hech qanday hujjat topilmasa va guvohlar ham bo'lmasa, pensiya jamg'armasi hududdagi shu kasbdagi o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlaridan foydalanishi mumkin. Ammo bu siz kutgandek yuqori bo'lmasligi mumkin. 2. Mehnat daftarchasidagi xatolar va noaniqliklar. Mehnat daftarchangizda ishga kirish, ishdan bo'shash sanalari yoki lavozim nomlarida xatolar bo'lishi mumkin. Hatto bitta harfning noto'g'ri yozilishi ham stajni hisoblashda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring va agar xato topsangiz, ish beruvchingizdan yoki arxivdan uni to'g'rilashni talab qiling. Eski ma'lumotlarga tayanib qolish. Nafaqa hisoblash qoidalari vaqti bilan o'zgarib turadi. Ba'zi pensionerlar pensiya jamg'armasidan o'z nafaqalari haqida bir marta ma'lumot olib, unga umrbod ishonib qolishadi. Ammo qonunchilikka kiritilgan so'nggi o'zgarishlar sizning foydangizga bo'lishi mumkinligini unutmaslik kerak. Doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib boring va vaqti bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nafaqangizni qayta hisoblash imkoniyatlari haqida so'rab turing. Noaniq noasiz. Astash eng foydali 5 yillik daromadni tanlash imkoniyati. Nafaqa hisoblashda odatda sizning ish faoliyatingizdagi ixtiyoriy 5 yil, ya'ni eng yuqori daromad olgan 6 oylik ish haqingiz inobatga olinadi. Ko'pchilik 1997 yildan keyingi yillarni tanlaydi. Chunki ular rubl bilan emas, so'mda hisoblangan va miqdorlar kattaroq ko'rinishi mumkin. Ammo ba'zida 1997 yilgacha bo'lgan davrdagi rublda olingan. Lekin to'g'ri koeffitsiyentlar bilan indeksatsiyalangan ish haqi 1992 yildan keyingi pastroq ish haqidan ko'ra foydaliroq bo'lishi mumkin. Siz bu imkoniyatni pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muhokama qilib, qaysi davr siz uchun eng foydali ekanligini hisoblab chiqishni so'rashingiz kerak. Ba'zan 1900 taxminlarning oxiridagi yuqori rubl maoshlari to'g'ri koeffitsiyent bilan 90 yillardagi so'mdagi maoshlardan ko'proq qiymatga ega bo'lishi mumkin. 2. Indeksatsiya koeffitsiyentlarining ahamiyati. Sovet davridagi ish haqlari mustaqillik yillarida o'zgaruvchan inflyatsiya sharoitida qadrsizlanib ketgan. Shuning uchun ularni bugungi qiymatga keltirish uchun maxsus indeksatsiya
koeffitsiyentlari qo'llaniladi. Bu koeffitsiyentlar vaqti bilan hukumat tomonidan qayta ko'rib chiqiladi. Aynan shu koeffitsiyentlarning to'g'ri qo'llanilishi sizning nafaqangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Siz pensiya jamg'armasidan sizning holatingizda qaysi koeffitsiyentlar qo'llanilganini va qaysilari eng dolzarb ekanligini so'rashingiz kerak. Bu staj uzunligi va maosh koeffitsiyentining farqi. Asterisk staj uzunligi nafaqaning minimal miqdorini ta'minlaydi. Ammo uning asosiy qismini maoshdan olingan koeffitsiyent belgilaydi. Sizning 1937 yilgacha bo'lgan stajingiz uzun bo'lsa ham, agar o'sha davrdagi maoshlaringiz noto'g'ri koeffitsiyentlar bilan hisoblangan bo'lsa, nafaqangiz kam bo'lib qoladi. Siz nafaqat stajingizni, balki o'sha davrdagi ish haqingizga qo'llanilgan koeffitsiyentni ham diqqat bilan tekshirishingiz kerak. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qism amaliy qadamlar. Sizning nafaqangizni oshirish uchun aniq va ketma-ket qadamlar mavjud. 1. Hujjatlaringizni to'plang va sinchiklab tekshiring. Mehnat daftarchasi, trudovaya knishka, bu sizning asosiy hujjatingiz. Undagi har bir yozuvni. Ishga kirish va chiqish sanalarini, lavozim nomlarini, ish joyi nomini diqqat bilan tekshiring. Barcha davrlar aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xato yoki kamchilik bo'lsa, uni tuzatishga harakat qiling. Masalan, ismingizda, familiyangizda yoki otangizning ismida yozuvlar tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizdagi ma'lumotlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Biror harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomalari. Agar sizda Sovet davridagi ish joyingizdan olingan ish haqi ma'lumotnomalari saqlanib qolgan bo'lsa, ularni toping. Bu sizning qo'lingizdagi eng qimmatli hujjatdir. Bu ma'lumotnomalar 1990 yilgacha bo'lgan davrdagi maoshlaringizni tasdiqlaydi va pensiya jamg'armasiga aniq hisob-kitob qilish imkonini beradi. Arxiv hujjatlari, agar ish haqi ma'lumotnomalaringiz bo'lmasa, siz 1991 yilgacha ishlagan korxona yoki tashkilotning arxiviga agar mavjud bo'lsa, murojaat qilishingiz kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, davlat arxivlariga, hududiy davlat arxiviga yoki hokimiyat huzuridagi arxiv bo'limlariga murojaat qiling. Ularda sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar saqlanishi mumkin. Ariza bilan murojaat qiling va sizga kerakli ma'lumotnomani taqdim etishlarini so'rang. Bu jarayon biroz vaqt olishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu sizning asosiy manzilingiz. Siz pensiya jamg'armasiga borib, o'z nafaqangizni 1991 yilgacha bo'lgan ish staji va ish haqi bo'yicha qayta hisoblash imkoniyatlarini so'rashingiz kerak. Aynan 1991 yilgacha bo'lgan staj bo'yicha qo'shimcha koeffitsiyentlarni aniqlash va ish haqi bo'yicha qayta hisoblash iborasini ishlatish muhim. Shunchaki nafaqani oshirish deb emas, balki aniq savol bilan murojaat qiling. Ulardan sizning ish haqingizga qaysi koeffitsiyentlar qo'llanilganini va qaysi davr uchun eng foydali 5 yillik ish haqi tanlanganligini so'rang. Bu ma'lumotlarni yozib oling yoki nusxasini oling. Siz ulardan hisob-kitob varag'ini, rashetniy listok talab qilib, undagi barcha koeffitsiyentlar va hisob-kitoblarni o'zingiz ham o'rganishingiz mumkin. O'tishas qo'shimchalarni to'plang agar kerak bo'lsa. Agar pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilsa, ularni imkon qadar tezroq topishga harakat qiling. Bu yuqorida aytilgan arxiv ma'lumotnomalari, guvohlarning ko'rsatmalari yoki sud qarorlari bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ish joyi nomi o'zgargan bo'lsa, tashkilotning huquqiy vorisi haqidagi ma'lumotnomani ham taqdim etish talab qilinishi mumkin. Buni mahalliy hokimiyat organlaridan yoki yuridik ma'lumotnoma beruvchi tashkilotlardan olish mumkin. Rasmiy arza yozing. Pensiya jamg'armasiga yozma arza bilan murojaat qilish shart. Arizada sizning FIO, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va aloqa raqamingiz ko'rsatilishi kerak. Arizaning asosiy qismida siz 1990 yilgacha bo'lgan mehnat staji va daromadlarimni hisobga olgan holda nafaqamni qayta hisoblashingizni so'rayman deb aniq yozishingiz lozim. Arizaga mavjud barcha hujjatlar jumladan mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, agar bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxalarini ilova qiling. Barcha ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini arizaning oxirida keltiring. Arizani 2 nusxada yozing. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqidagi shtamp va sanani qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz rasmiy ekanligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 5.
murojaatingizni kuzatib boring. Arizani topshirib, shunchaki kutib o'tirmang. Belgilangan muddat ichida pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqishi va javob berishi shart. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, ularga qo'ng'iroq qiling yoki yana shaxsan murojaat qiling. Jarayonning bo'lishi haqida ma'lumot oling. Telefon orqali emas, imkon qadar yozma ravishda so'rovlar yuborishga harakat qiling. Chunki yozma javob siz uchun muhim dalil bo'ladi. 6. Agar rad javobi olsangiz yoki qoniqmasangiz, yuqori organlarga murojaat qiling. Agar sizning arizangizga rad javobi berilsa yoki hisoblangan nafaqa miqdori sizni qoniqtirmasa, bu rad javobini yozma ravishda talab qiling. Keyin siz yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining markaziy apparati, Adliya vazirligi yoki oxirgi chora sifatida sud bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham har bir murojaatdan keyin olingan yozma javoblarni saqlab qo'ying. Ular keyingi instansiyalarda sizning haqqingizni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Yurist yoki advokat yordamidan foydalanish ham samara berishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, unutmang, sizning mehnat tarixingiz qimmatli va davlat tomonidan e'tirof etilishi shart. Ko'plab odamlar ushbu imkoniyatni qo'ldan boy beradi. Chunki ular buni bilishmaydi yoki qiyinchiliklardan qo'rqishadi. Ammo sizga berilgan har bir qo'shimcha so'm nafaqa sizning kundalik hayotingizga, dori-darmonlaringizga, oziq-ovqatingizga katta yordam bo'ladi. Shuning uchun erinmang, harakat qiling. Sizning haqqingiz uchun kurashishga arziydi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va sizga nafaqangizni oshish yo'lida qat'iy qadamlar tashlashga undaydi. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning ham 1990-yilgacha stajingiz bormi? Siz shu kabi muammolarga duch keldingizmi? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.